Tasavvur qiling, bir kun butun dunyo birdaniga jim bo'lib qoldi. Odatda har bir yangi texnologiya paydo bo'lsa, darhol muhokama qilinadi, tahlil qilinadi, baholanadi. Ammo bu safar bunday bo'lmadi. Bu safar dunyo sukut saqladi. Chunki gap oddiy qurol yoki navbatdagi tizim haqida emas edi. Gap O'zbekiston harbiy texnologiyasi haqida ketayotgan edi. Va eng hayratlanarlisi shundaki, bu texnologiya haqida gapirmaslikni hamma o'zi tanlagandek edi. Hammasi oddiy savoldan boshlandi. Nega ayrim texnologiyalar haqida hamma biladi, ayrimlari esa umuman tilga olinmaydi? Nega ba'zi davlatlar o'z yutuqlarini ko'z-ko'z qiladi, boshqalari esa sukutni afzal ko'radi? O'zbekiston haqida gap ketganda, ko'pchilik hali ham eski tasavvurlar bilan yashaydi. Ammo zamon o'zgardi. Texnologiya o'zgardi. Va bu o'zgarishlar jimlik ichida sodir bo'ldi. Bu hikoya balandparvoz bayonotlar bilan boshlanmagan. Hech qanday tantanali marosim bo'lmagan. Hech qanday kameralar yo'naltirilmagan. Faqat yopiq eshiklar ortida ishlayotgan muhandislar, olimlar va mutaxassislar bor edi. Ular uchun maqsad shov-shuv emas edi. Maqsad mukammallik edi. Aniqlik edi. Va eng muhimi nazorat edi. Harbiy texnologiya deganda ko'pchilik darhol raketani tasavvur qiladi. Ammo bu faqat tashqi qobiq xolos. Asl kuch raketaning uchishida emas, uning qanday o'ylashi, qanday moslashishi va qanday qaror qabul qilishida. O'zbekiston ishlab chiqayotgan texnologiyalar aynan shu nuqtaga urg'u berdi. Mexanik kuchdan ko'ra intellektual ustunlikka. Tasavvur qiling, tizim tahdidni ko'rmaydi, uni his qiladi. U faqat koordinatalarni emas, vaziyatni tahlil qiladi. Oddiy signal emas, butun manzarani o'qiydi. Bunday texnologiya oldida an'anaviy himoya tizimlari ojiz qoladi. Chunki ular kechagi urushlar uchun yaratilgan. Bu esa ertangi kun uchun edi. Shu sababli dunyo jim bo'ldi. Chunki ba'zan gapirmaslik eng xavfsiz tanlovga aylanadi. Ochigini aytganda, bu texnologiyani inkor etish ham, tasdiqlash ham murakkab edi. Chunki u aniq bir shaklga ega emas edi. U tizim edi. U yondashuv edi. U falsafa edi. O'zbekiston harbiy texnologiyasi shunchaki qurol yaratish bilan cheklanib qolmadi. U butun mudofaa tushunchasini qayta ko'rib chiqdi. Tahdidga javob berish emas, tahdidni paydo bo'lishidan oldin anglash. Zarba berish emas, zaruratni yo'q qilish. Aynan mana shu yondashuv dunyoni hushyor torttirdi. Tasavvur qiling, bir kun butun dunyo birdaniga jim bo'lib qoldi. Odatda har bir yangi texnologiya paydo bo'lsa, darhol muhokama qilinadi, tahlil qilinadi, baholanadi. Ammo bu safar bunday bo'lmadi. Bu safar dunyo sukut saqladi. Chunki gap oddiy qurol yoki navbatdagi tizim haqida emas edi. Gap O'zbekiston harbiy texnologiyasi haqida ketayotgan edi. Va eng hayratlanarlisi shundaki, bu texnologiya haqida gapirmaslikni hamma o'zi tanlagandek edi. Hammasi oddiy savoldan boshlandi. Nega ayrim texnologiyalar haqida hamma biladi, ayrimlari esa umuman tilga olinmaydi? Nega ba'zi davlatlar o'z yutuqlarini ko'z-ko'z qiladi, boshqalari esa sukutni afzal ko'radi? O'zbekiston haqida gap ketganda, ko'pchilik hali ham eski tasavvurlar bilan yashaydi. Ammo zamon o'zgardi. Texnologiya o'zgardi. Va bu o'zgarishlar jimlik ichida sodir bo'ldi. Bu hikoya balandparvoz bayonotlar bilan boshlanmagan. Hech qanday tantanali marosim bo'lmagan. Hech qanday kameralar yo'naltirilmagan. Faqat yopiq eshiklar ortida ishlayotgan muhandislar, olimlar va mutaxassislar bor edi. Ular uchun maqsad shov-shuv emas edi. Maqsad mukammallik edi. Aniqlik edi. Va eng muhimi nazorat edi.